Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan biz Tiggo 8 ni birinchi pozitsiyasini to'liq ma'lumotlarini, qanaqa to'lov turlarida olinishi va mashinaning qanaqa funksional jihatlari borligini ko'rib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Balkim o'zingizlarga olmoqchi bo'lsanglar manfaatli yokida qanaqadir tanishinglar olmoqchi bo'lsa bemalol maslahat bersanglar bo'ladi. Mashinani texnik xarakteristikasini aytishdan oldin bitta yaxshi yangilik aytib o'taman. Mashina o'zini vaqtida 8 Pro ni birinchi pozitsiyasi 399 million 900 ga xarid qilib olishingiz mumkin edi. Hozirgi kunda esa naqd 60 million foydasi bilan olsangiz bo'ladi. Videoni 100% o'tkazmasdan to'liq ko'ringlar, qanaqa qilib olishligini ham batafsil tushuntirib o'taman. Xo'p, mashinaga keladigan bo'lsak, faralari adaptivniy LED fara bo'ladi, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Oldida Partronic 360 kameralari ham mavjud. Mashinani motor qismiga keladigan bo'lsak, 1.6 hajmdagi turbina motor va 186 ta ot kuchi mavjud mashinamizda. Benzin rasxodi shahar ichida 8 9 ta rasxod qiladi. 92 standart yokida undan yuqoriroq markadagi benzinlarni qo'yishni o'zim tavsiya qilaman. Mashinaning motorida bilan uzatma qutisi robot bo'ladi. Robot o'zingizlar bilsanglar ancha yaxshi hisoblanadi, ya'ni chidamliroq hisoblanadi. Hamma Cherry mashinalar oilasida bo'lgandek, bu mashinamizda ham tashqi, ya'ni eshiklarda, ruchkalarda beskluchovoy dostuplari mavjud. Bemalol pult ishlatmasdan qo'l orqali, ya'ni sensor orqali ochsanglar bo'ladi. 360 kamera обязательно bunaqa katta gabaritdagi mashinaga bo'lishi shart deb o'ylayman o'zim. Slipoy zona va o'zingizlar ko'rib turganinglardek balon qismi ham, ya'ni disklari ham 18 razmerdagi disk va 4 tala balonlarda ham ABS tormoz sistemalari mavjud обязательно. Mashinani ichki saloniga bitta ko'rib o'zingizlar baho beringlar, tushuntirib o'tishimdan oldin. Xo'p, har doimgidek bizda katta monitor, dual monitor 10.25 dyumdagi dual monitorlari mavjud. Mashinada ikki tomonlama iqlim nazorati, qishda ham zo'r tarafi bunda ham oldi, ham orqa sidina qiziydi. Ruli koja bo'lgani hisobiga rullari ham qiziydi. Salon ichini sidinalari eko koja bo'ladi, obshivkalari ham koja bo'ladi, torpedalarigacha. Undan tashqari sensorli panel orqali klimat kontrol, ya'ni isitish, sovutishlarni boshqarsanglar bo'ladi. 360 kameralari mavjud mashinamizda. Boya aytib o'tganimdek, buni ham bitta ko'rsatib o'tishim kerak. Обязательно 360 kamerani ko'rib qo'yinglar. Mana misol uchun bu yoqda eshik ochiqligigacha ham ko'rsatib turibdi-da. 3D ko'rinishi, man kapotni boya yopgan edim. Kapot ochiqligi hamma narsasini polniy ko'rsatib turadi. Yana zo'r jihati, misol uchun kapot bo'ladi, kichkinagina ochiq joy, ya'ni yopish esdan chiqib ketib qolsa, mashina signal beradi, ogohlantirish beradi. Eshikda qanaqa signal bersa, bunda ham xuddi shunaqa. Xo'p, mashinamizda oldi laboylarda Dodge datchik sistemalari mavjud, ya'ni yomg'irli sezonlarda mashina o'zini o'zi dvorniga ishlab boshlaydi. Oldi laboylarda ham qiziydi, qishlarda muzlab, bug'lanib qolmaydi. Rullari elektronika bo'ladi, adaptivniy cruise control, multimedial sistema, hamma narsasi mavjud mashinada. Zo'r tomoni shunda. Palasa держать, ya'ni palasani ushlaydigan sistemalari, mashina o'zini o'zi adaptivniy, ya'ni o'zini o'zi boshqaradigan funksiyalari ham mavjud. Cherry'ning hamma oilasida bo'lgandek, bo'ladi ham besprovodniy zaryadka и plus охлаждение sistemasi, ya'ni mashinani zaryadga qo'yganingizda telefoningizdan qizib ketmaydi. Podstakaning xohlasanglar bu joyini ishlatib yoki ishlatmasdan yopib qo'ysanglar, dizayn jihatdan ancha narsani o'zgartirib qo'yadi. Mashinamiz 3 ta rejimda yuradi, ko'rganinglardek. Sport, eko va standart rejimlarida. Bemalol tog'li hududlarga, trassalarda, shahar ichida haydashga ham ancha udobniy. Akustikalari soniy bo'ladi. Soniyni o'zingizlar bilasizlar, ancha yaxshi, sifatli ovoz chiqaradi. Va albatta geolokatsiyasi mavjud. Bemalol o'zingizlarning manzilingizni yozib ketsanglar bo'ladi. Bundan tashqari avtohold, svetofor probkalar turganinglarda ancha u ham plus chiqadi. Tormoz bosib yoki neytralga o'tkazmaysizlar. Shu tomoni ham zo'r. Bar sistemasiga o'tadigan bo'lsak, barimizda охлаждение sistemasi bor, ya'ni yozlarda ancha yaxshi ichimlik suvi yoki qanaqadir narsa qo'yadigan bo'lsanglar, muzdek saqlab ketadi. Xo'p, 3 talik pamyat sidinalari mavjud. Bemalol o'zingizlarga moslashtirilgan holatda uzoq yo'lga, shahar ichida yoki boshqa odam tanishinglar haydasa, shuni 1, 2, 3 tugmadan bittasini tanlab bossa, mashinaning sidinasi haydashga moslab beradi o'zi. Mana shu tomonlargacha ham ancha o'zgartirishlari mavjud. Va albatta achib qo'yadigan joylari, salon chiroqlari ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda oynalari. Chiroqlari tushib turadi bu yoqdan, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Полный panoramli lyuk bo'ladi. Bunda ham голосовой помощник bor. Misol uchun, "Привет, Cherry.
Zakroy lyuk. Ko'rib turibsizlar. Haydab ketayotgan vaqtda buni bosib yoki buni bosib o'tirmaysizlar. Hech qanaqa chalg'imasdan как голосовой помощникka buyruq bersanglar, o'zi bemalol boshqarib ketadi. Shunaqa holatda oldiq dizayn udobstvolari shular bo'ladi. Bitta narsani aytish esimdan chiqdi. 8 Pro oladi. Sidinasi 7 o'rinli, ya'ni oilaviy mashina hisoblanadi. Tigo 8larimiz hozir ikkinchi qatorini ham, uchinchi qatorini ham polni ko'rib o'tamiz. Xo'p, Tigo 8ni orqa ikkinchi qatorga o'tadigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin ancha keng bo'ladi. Orqada deflektor, bu yerda telefon qo'yadigan joylari, zaryadnik, hamma narsasi mavjud. Orqa sidinlar o'rindiqlarida ham udobstvosi. Panoramani ko'rib turibsizlar, ikkinchi qatori oxirigacha ham panorama bo'ladi. Lyuki shuncha joy bo'ladi. Panoramasi ancha keng. Agar orqada 3 kishi emas, 2 kishi o'tiradigan bo'lsa, udobstvo jihatidan shuni podlokotnikni tushirsanglar, bu ham bar sifatida bemalol uzoq yo'llarga qo'l qo'yib ketishga yaxshi. Bu biznes klass kiradi deb o'ylayman, bunaqa udobstosi bor jihatidan. Xo'p, 3-qatorni ko'rsatib o'taman. 3-qatorda ham udobstvo jihatidan zo'r narsalar bor. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. 3-qatorni o'zim ko'rsatib o'taman deganda, ko'rib turganingizdek mashinada orqasida deflektorlari mavjud, ya'ni bu yerda havo sirkulyatsiyasini, ya'ni skorsini pasaytirish, baland qilish ancha yaxshi. Bilasizlar, 3-qatorda odatda havo sirkulyatsiyasi bo'lmaydi boshqa mashinalarga nisbatan. Bunda Chery'da 8 Pro'da bu narsa o'ylab chiqarilgan. Podstakannik, misol uchun bemalol orqada ham podstakanniklari mavjud. Bu ham ancha plus bo'ladi. Undan tashqari tepada chiroqlari ham mavjud. 3-qatorning kengligini ham bir ko'rsatib o'tasizlarga qaranglar. Qancha keng bo'ladi. Mana misol uchun mana bu oxirigacha ham surilgan holatida turibdi. Hozir salgina ko'rinmay turibdi. Agar standartni o'tiradigan bo'lsa qaranglar. Shuncha joy bor. O'ylashim bo'yicha bu asosan yosh bolalarga bo'ladi o'zi, lekin bemalol o'smir yoshdagi 1.70, 1.75 uzun odamlarga ham normal deb o'ylayman 3-qator. Bagajnikda ko'p kishi so'raydi, agar 3-qator bo'ladigan bo'lsa, bagajnik bo'lmaydimi deb so'rashadi. Hozir videoning oxirida bitta bagajnikdan ko'rsatib o'taman. Orqa dizaynini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, faralari sploshnoga ketgan bo'ladi. Undan tashqari Partronic 360 kamera bunda, ya'ni orqani ham bemalol ko'rsatib beradi. Bagajnik qismini ko'rib o'tamiz, boya aytganimdek. Agar 3-qator ishlatilgan holatda to'g'ri bagajnik kichkina deyishinglar mumkin, lekin 7 o'rinli mashinada o'zi asosan shunaqa bo'ladi. 3-qator ishlatmasanglar qanaqa bagaj hosil bo'ladi kenglikdagi. Xo'p, birinchi qator yotqizildi, bitta sidina, ikkita sidina yotqizildi. O'ylashim bo'yicha shunaqa bagaj yetarlicha bo'ladi, ancha-muncha narsa ketadi. Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlarni izohda ham qoldirib o'tinglar. Chunki bizga ham qiziq, qanaqa bagaj yetarlichami, yo'qmi mashinani 3-qatorligini. To'liq bemalol o'zingizlar fikringlar bo'lsa yozib qoldirsanglar bo'ladi. Videoni boshida aytganimdek, mashinani 60 million foydada olishinglar mumkin deb aytdim. Qanaqaligini endi aytib o'taman. Orqamdagi 399 million 900 mashinani agar 100% to'lov yokida oddiy avtokredit persina qilinadigan bo'lsa, naqd 339 million 900 ga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari, agar рассрочка olamiz desanglar, o'zini tan narxiga nisbatan 25% ni to'lab 36 oyga o'zini puli, ya'ni 399 million 900 qolgan pulini 36 oy davomida bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Agar boshlang'ich to'lov ko'proq bo'ladigan bo'lsa yokida muddatini uzaytirib qanaqa to'lov bilan chiqadi deb fikringlar yokida savolinglar bo'lsa, bizlarning raqamlarimizga telefon qiling yokida Cherry Chilonzor avtosaloniga kelsanglar, sizlarga batafsil va to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz.